Vau. Mashalloh. Assalomu alaykum. Mikrozelinchi qiz bugun eng zo'r non retsepti bilan keldi. Uyingizda umuman semirtirmaydigan non tayyorlasangiz bo'ladi. Sizga faqat 3 dona tuxum, zig'ir uni va piselium kerak bo'ladi. To'liq grammlarini esa albatta yozib qoldiraman. Bu nonni 100 grammida 194 gram kilokaloriya bor. Endi bo'lsa sizga tayyorlanishini aytib o'tib ketsam. 3 ta tuxumni chaqib olamiz. Ustidan qaynoq suvni solib yaxshilab aralashtiramiz, chunki tuxum pishib qolishi mumkin. Ketidan quruq massalarimizni yaxshilab o'lchab solamiz. Ko'payib ketsa ham, kamayib ketsa ham bo'lmaydi. Grammda o'lchab solamiz. Bizga xohlagan shaklimizni berib, duxovkaga 180 gradusga yuboramiz. Va qarabsizki, shunaqa go'zallik paydo bo'ladi. Qarsildoq, ichlari mayingina bo'ladi. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Mamnunangizni duo qilishni unutmang.